Maktablar ko'p. Ayni paytda Toshkent shahrida va umuman respublika bo'yicha juda ko'p xususiy maktablar o'zining eshiklarini bolalarga ochyapti, o'quvchilarga ochyapti. Ammo hamma maktabda ham tarbiya berilavermaydi. Ta'lim ko'p, turli tillar, turli kasblarga o'rgatiladi, ammo tarbiya juda ham muhim narsa va aynan shu tarbiyani mudarris maktabi sizning farzandlaringizga berishga va'da bermoqda. Aynan tarbiya orqali ta'limga o'tilsa, bola kelajakda eng yaxshi fazilatlarni ochib, eng yaxshi kasblarni egallash ehtimoli bo'ladi. IT, ingliz tili, matematika va umuman barcha zamonaviy fanlar aynan mudarrisda tarbiyaga qo'shib o'tiladi. Bu yerda hamma sharoit muhayyo. Farzandingizni olib kelsangiz, albatta mamnun holda qolasiz. Ko'pchilik shaharning markaziy lokatsiyalariga intiladi, aynan farzandini maktabga berish uchun. Xususiy maktablar ham aynan shaharning markazida juda ko'p, ammo mudarris shaharning maktab kam bo'lgan hududlarini tanladi va aynan talabga yarasha o'z takliflarini beryapti. Mudarris maktabida eng kichkina bolajonlardan katta yoshdagilargacha, ya'ni 0-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan ta'lim shakli mavjud. Yaxshi maktab ko'p bo'lgani yaxshi. Mudarris kengaymoqda. Avvalgi Sergeli, Katta Qaniq, Qo'yliq, mana endi yangi lokatsiya, yangi maktab Ibn Sinoda. Men ham otaman va menda ham farzandli bor. Mudarris maktabini ko'rib, farzandimni bu yerga olib kelish fikri tug'ildi.